Eshmo'minov Shavkatjon nechinchi yil tug'ilgansiz? 92-yil. 92-yil. Demak siz 20 yo'q 32 yoshga kirgan bo'lasiz. Nechta farzandingiz bor? Bitta farzandingiz bor. Bola chaqa bu yerda. Qaysi tumandan? Surxondaryoni? Sherobod. Yaxshi, tanishganimga xursandman. Birinchidan sizga rahmat. Mana shu nimaga bizni sertifikat servis xizmati korxonamizni ko'rsatayotgan xizmatiga, sertifikatiga ishonib, shu Yaponiyadan kelganingiz uchun katta rahmat. Hurmatli demak tinglovchilar, tanishtirib o'tay. Eshmo'minov Shavkatjon Surxondaryodan, Sherobod tumanidan ISO 9616 sertifikatini ahamiyatini haqiqiy bilgan holda, shu chet elda yurib, umuman sertifikat nima ekanligini yaxshi bilgan holda, Yaponiyaning Tokio shahrida bugungi kunda ishlab turgan joyidan kelib, mana biz bugun imtihon topshirdi. Endi natijasi albatta qandaydir vaqtdan keyin aniq bo'ladi. Lekin bugungi siz imtihonda topshirgan ishlaringizga qaraganda menimcha juda yaxshi bo'lsa kerak. Yana bilmadim, ko'ramiz. Sizga bitta savolim bor. Mana shu O'zbekiston xalqi bilishi kerak. Bu sertifikat albatta O'zbekiston uchun yangilik, yangi bir nima sifatida kirib kelyapti, voqelik sifatida. Shu sertifikat nima beradi menga, shu olishim kerakmi degan ikkilanib yurgan odamlar ko'p. Endi sizga savol, nima sizni shunchalik majbur qildiki, shuncha 8000 kilometr joydan 9000 kilometr joydan uchib kelib, mana shu sertifikatni shu O'zbekistonda berilayotganini eshitib kelib, shuni imtihonga kirishingizni nima majbur qildi? Endi avvalambor bu sertifikatning qulayligi, bu sertifikat bizga beradigan asosiy narsasi yangi dunyoga eshik. Chunki hozir bilasizz, zamon vaqt rivojlanyapti. Qaysi davlatga bormang, qaysi shaharda ishlamang, sizdan birinchi malakangizni so'raydi. Siz og'zingizda masalan 10 yil ishlaganman, 20 yil ishlaganman desangiz, u ishonmaydi hech kim. O'zbekistonda ham ishonmaydi, chet davlatda ham ishonmaydi. Shunday ekan, bu sertifikat masalan, xo'p, O'zbekistonda o'tgandan tashqari bu butun yer yuziga o'tadi desam bo'ladi. Chunki ISO sertifikati butun dunyo tan olgan sertifikat bo'ladi. Buni shu o'zingiz ham bilasiz. Hamma yo'nalishlarda ISO sertifikatini olganlar, uni o'z sertifikatni olishni o'zini ham qiyin yo'llari bor, talablari, shartlari bor. Ya'ni o'sha shartlarga javob bersagina oladi. Uni olgandan keyin misol uchun qayerga borib, masalan hozir ko'p xalqimiz Rossiyada, Qozog'istonda ya boshqada, o'zimizda ham arzon narxda ishlab turibdi-da. Lekin dunyoda bu kasbga talab juda yuqori, narx yuqori. Faqat o'shanga bora-bora odamlar bu kasbdan, to'g'ri, ko'rinishidan ko'plar bu kasbdan qochadi, xavfli deydi, qo'rqadi. Lekin bu kasbni qiyinchiligiga yarasha, o'ziga yarasha qiziqarli taraflari ham bor. Siz aytishingiz bo'yicha, sizda Yaponiyada ham ishlab yurib, Yaponiyaning sertifikatini ham olgansiz. Shundaymi? Shunaqa. Shu sertifikatni olganingizdan keyin siz hayotingizda bir narsa o'zgardimi? Birinchi o'zgarayotgan tarafi, yoningizdagilar sizga past nazarda qaramaydi. Chunki mutaxassis sifatida qaraysiz. Chunki kerak bo'lsa buni yaponlar olmaganlari ham bor. O'zlarini olmaganlari ham, masalan, olgandan olmagani ko'p. Ya'ni qaysidir ola olmaydi, qaysidir o'shanga xohlamaydi. Masalan, ertaga siz xato ish qilib qo'yishingizdan sizni boshliqlaringiz qo'rqmaydi. Chunki bu testni o'tgan, bu o'sha qiyinchiliklar, masalan, o'sha qiyin qilinadigan ishlar qila oladi.
chunki biladik bu sertifikatda urveni pas emas, osonlikcha olmagan, buning uchun ancha mehnat sarf qilgan deydi. Albatta. Siz nechta davlatda ishlagansiz? 10dan oshiq. 10dan oshiq davlatda ishlagansiz. Hamma davlatga borganda alohida sertifikat olganmisiz yoki hamma joyda ham svarchi bo'lib ishlaganmisiz yoki boshqa? Основной сварщик. И boshqa svarchilik ishi bo'lmasa ham baribir sertifikat talab qilingan. Baribir sertifikat, chunki birinchi o'rinda sertifikat, ikkinchi o'rinda til kerak. Til kerak. Til kerak. Chunki men mana hozir shu test oluvchi o'zi bilan gaplashdim. Men sinamoqchi bo'lib ruscha gapirdi, ruscha gaplashdik. Keyin inglizcha gapirib ko'rdi. Inglizcha gapirdim. Keyin yana qaysi tilda bilasan gaplashamiz deb kulyapti. Keyin yana qilib endi qarang, mana hozir bizni nimada tinglovchilarimiz sertifikatni qanchalik darajada muhimligini tushunishlari ancha tushunishib qoldi, lekin men hali aytgandek O'zbekiston uchun bu yangilik. Shunaqa. Endi sertifikatni olsam ishga kira olamanmi? Qanchalik darajada bu ishga kirishimga yordam beradigan savolga yana bir qaytaylik. Orada aytib o'tib ketdingiz, lekin umumiy gapni orasida aytib o'tib ketdingiz-da. Endi shuni ishga kirishga sertifikat yordam beradimi, qanchalik yordam beradi? Buni yordami, birinchi yordami mana sizlarni boshlagan proyektlaringiz juda ham to'g'ri, chunki tashqi mehnat migratsiya davlat tashkiloti vazirlik tomonidan tashkil etilyapti. Bu degani sizlar tarafidan test olingandan keyingi daraja bu migratsiyani qo'lga bo'tishadi hujjatlaringiz, Estoniyani svarchilar bazasida shakllanadi. Bu degani sizdan ham O'zbekiston tarafidan takliflar berilaveradi o'sha ish beruvchilarga. Ikkinchidan o'sha bazadan ish qidiruvchi, ya'ni migratsiyani tanimagan, bilmagan o'sha ish taklif qiluvchi kompaniyalar o'sha svarchilar assotsiatsiyasini bazasidan ishchi qidirganda u yerda ham ro'yxat turadi. Ro'yxatda ko'rinadi. Ya'ni bu degani men taxminim bo'yicha bu haftada hech bo'lmaganda telefon qilmasa ham bir 10-15 odam sizni delongizni ko'zdan kechirib chiqadi. Shunday. Ya'ni qaniki qaysi davlat, qayerlarda ishlagan, nima qilgan, malakasida yoki sertifikatini ko'rib, men o'ylashimcha taklif tushadi, tushganda ham normalniy taklifga tushishi kerak. Chunki bu sertifikatda kelib chiqishidan olib qarasak, bunaqa plus tarafi maosh ham unaqa past bo'lmaydi. Past bo'lmaydi. Chunki bu malakani tasdiqlagandan keyin malakali ishchiga o'tib ketadi. Ikkinchidan, ishlab turgan joyiga masalan, masalan Rossiyada ishlayotgan bo'lsan, boshqa joyda ishlayotgan bo'lsin, masalan men hozir mana shu sertifikatni olib o'zimning kompaniyamga taklif qilsam, ular ham tan oladi, oyligimga qo'shimcha qo'shib beradi. Bizda bitiruvchilarimiz hozir mana bitiruvchilarimiz deganimiz imtihon topshirib bizdan sertifikat olgan bir necha fuqarolarimiz bor. O'sha fuqarolarimiz ham avvaliga 3,5 million so'mga qandaydir korxonalarda ishlashib yurardi. Endi sertifikatni olgandan keyin ularning familiyasi Estoniya payvandchilar assotsiatsiyasida chiqqandan keyin ularga to'xtovsiz qo'ng'iroqlar bo'lib turgan. Yevropadan to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq bo'lyapti. Endi bilasiz, biz odamlar hammasi ingliz tilini bilmaydi, ular qiynalishgan, lekin ish beruvchilar o'sha tomonda bo'lsa ham o'zlari tomonidan ruschani biladigan odamni topib qo'ng'iroq qildirishgan. Ya'niki bu nima qilyapti? Shunchalik darajada svarshik, ya'ni payvandchi likka talab yuqoriligini bildiryapti-da. Yuqori bo'lmasa shu yoqdan shuncha kilometrdan izlaydimi? Shunday. Shu sertifikatga ishonib shu odamni ko'rmasa ham, bilmasa ham shu qog'ozga ishonib mana shuncha taklif beryapti, shuncha maosh taklif qilyapti. Endi bu degani bundan ortiq imkoniyat bo'lmaydi. Bo'lmaydi, to'g'ri. Endi shu payvandchilik juda ham muhim kasbda, meni fikrimcha, juda ham muhim kasb. Mas'uliyati ham yuqori. Mas'uliyati ham yuqori. Bu asosiy agar qurilishda bo'lsa, asosiy konstruksiyani ushlab turgan temir,
betonni ichidagi temir yoki bo'lmasam juda ko'pchilik mana kelishyapti Koreyada, Yaponiyada haligi kemasozlikda ishlashib, kemalarda yasab, ya'ni kemani payvandchi bo'lmasa, menimcha uni temirda ushlab turadigan boshqa yo'li yo'q hozircha menimcha. Shunaqa, temirda. O'sha kema men endi o'zim shu Koreyada kemasozlikda ishladim. Shu borib. Siz Koreyada ham ishlagansiz? Ha, Koreyada. Necha yil ishladingiz? 5 yil. 5 yil ishladingiz. Hyundai kemasozlik kompaniyasida ishlaganman. Hyundai kompaniya. U yerda endi juda ko'p ishchi va juda master ishchilar bilan ishlaganmiz. Endi 20 O'zbekistondan ham ko'pmidi? O'zbekistondan ham ko'p. Endi u yerda endi bizlar endi yana boshqa davlatlardan bormidi? Bor. Endi 16 ta davlatdan. 16 ta davlatda chetda 16 ta davlat ishlagansiz. 16 ta davlat ishchilar bo'ladi. Lekin asosan bu sohani Vyetnam, Xitoy, O'zbekiston. Mana shular yaxshi. Bu o'ylashimcha mana shu millatlar qanaqadir mana shu bu chunki bu oson kasb emas. Oson kasb emas. Xuddi boyagi chevarlikka o'xshab, boyagi yonib turgan cho'qdan san'at asar yaratishdan narsada. Shunday. Shuning uchun u qolgan davlatlarda 1 yil, 2 yil harakat qilganda ham o'xshata olmaydi. O'xshata olmaydi. Baribir keyin tashib ketaveradi. Demak, O'zbekistonda payvandchilikka tayyorlash ancha yuqori darajada demoqchisiz. Yo'q, o'zbeklarda sal IQsi yuqori. IQsi yuqori. IQsi yuqori. Xursandman eshitganda, xursandman. IQsi yuqori chunki o'zi nima deydi, ota-bobolarimiz ham aqlli insonlar bo'lgan. Aqlli insonlar bo'lgan. Bunaqa. Shuning uchun saligina nima deydi, harakat qilish kerak, qo'rqmasdan. Endi bugungi bizda o'tayotgan imtihon jarayonini kuzatdingiz, qatnashdingiz. Shu imtihon haqida nima deya olasiz? Imtihon men qiyinmi, osonmi? Birinchi savolimiz. Men bunchalik oson deb o'ylamayman. Chunki endi mutaxassis odamga albatta oson. Oson bo'lganda ham men topshirganman boshqa davlatlarda. Men Koreyada ham topshirganman, Yaponiyada ham topshirganman. Svarchki bo'yicha imtihon topshirganman. Xuddi shu tartibda topshirganman. Masalan, hozir bu yerda juda ham olish imkoniyati oson deb o'ylayman. Cho'ntak bor. Nimaga? Masalan, shu sertifikatni hozir qaysi davlatda borib olaman desa, birinchidan to'g'ridan-to'g'ri ko'chadan kelganga bermaydi. Ko'chadan kelganga bermaydi. Oldin qanaqadir kurslarga yozdirib, to'lovlar qildirib, test o'ziga to'lovlar qildiradi. Buni o'zi bir ancha 2-3 ming dollar, 2-3 ming xarajatga tushib ketadi. Endi xo'p, masalan, odamlar to'g'ri qo'rqayotgani nimadan qo'rqadi? To'g'ri yo'qotsa, masalan sizlarga to'lov qilgandan keyin boshqa qilsa, sertifikatni oladi. Bo'lmasa ertaga Yevropaga ketmasa, o'zimizda ishlaydi. O'zimizda bo'lsa boshqa joyda ishlaydi. O'zimizda ham hozir sertifikatli mutaxassislarga talab yuqori bo'ladi. Даже shunaqa masalan oddiy mana shu sertifikatni o'zi bilan monomarkazlarga ishga boshlaydi. Ishga borsa xalqaro. Albatta. Monomarkazlarda o'zim bilaman. Даже o'shanaqa sertifikati yo'qligi uchun chetlardan kimlardir olib kelyapti katta mablag'lar. Endi hozir shu yerda o'zida Yaponiyada o'sha sertifikat necha pul turadi? Endi u yerda o'zini olish tartib qoidalari bor. Bu qanaqa? Hammasi bo'lib qanchaga tushishi mumkin? Hammasi bo'libmi? Hammasi bo'lib hisoblaganda где-то 2000 larga aylanib ketadi. 2000 dollar. Dollarga aylanadi. Endi mana hozir Yevropada mana shu biz berayotgan sertifikat 1440 yevro ekan. Demak, bu 2000 dollar bu Yaponiyada. Koreyada qanchaga tushadi bu sertifikat? Endi Koreyada qancha yillar oldin olgan edim, o'sha paytda endi to'lovni firmam qilib bergandim. Firmam o'tkazib bergan. Chunki firmani talabi bo'yicha sertifikati yo'q odam ishlash mumkin emas, chunki qo'lda hujjati yo'q. Majburiy. O'sha vaqtda где-то 600-800 dollarlarga aylangan. 600-800. Bir necha yil var? 7-8 yil. 7-8 yil oladi. Chunki 2015-yil olganman. 2015-yil ham ancha qadri bo'lgan buncha pulda. Endi hozir biz tinglovchilarimiz shu ISO sertifikatini O'zbekistonda ola olmaydi. Eng yaqini Moskvada olish mumkin edi. Moskvada ham hozir bugungi kunda haligi ma'lum sanksiyalar
tufayli hozir bu yerda ham ololmaydi. Endi olishi mumkin, Yevropaga borib olishi mumkin. Juda qiyin masala. Yevropaga birinchi viza olib kirish kerak. Yevropaga borish, qaytish bileti hozir bir 800 yoki 1000 dollar yoki undan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Yashaydi, yotadi. Bu yerga borib har kuni yashash kerak, yeyish kerak. Keyin u yerdagina 1440 euro deydigan bo'lsak, taxminan bir u ham bir 2500-3000 ga borib qolyapti-da. Undan oshib ketadi. Undan ham oshib ketadi. Endi hozir biz xalqimizga, biz fuqarolarimizga yengillik yaratdik. Shu hammasi bo'lib 5 million 50 ming so'mga aylanyapti bularga hozir. Shuni ham 2 ga bo'lganmiz. Shu birinchi qismi haligi riskga ega topshira olmasa kuyadigan qism qilib ajratganmiz. Ikkinchi qismini agar o'tsa sertifikatni o'zi uchun deb ajratdik-da. Bu nima imkon boricha bizni xalqimizga yaxshi bo'lsin. Mana lekin kuchi va berilishi ikkovi mana shu Yevropadan kelib olyapti. Bizni nimamiz, ekzaminatorimiz Estoniyadan kelgan. Mana shu sertifikatni kuchi Yevropadagi 3000 sarxarjat qilib borishni oldini oldikda, shu taxminan 400 dollarga tushadi. Menimcha to'g'ri desangiz kerak. Juda zo'r proyekt. Men masalan shuning uchun mana bu yoqqa keldim. Uzoqdan kelyapman. Chunki men bu yoqqa borishga, qayerga borish kerak, kimga uchrash kerak, nima qilish kerak, o'sha narsani o'zini ham tinglovchilarimizga yana bir qiziq narsa aytib ketaman. Shavkatjonning bir ajoyib hobbisi bor ekan. Nafaqat borib ishlash. Men juda ham sizni havas qildim. Bir gaplashganimizda o'zini roziligi bilan buni aytayapman. Bu yoq ishlashdan tashqari boshqa davlatlarga 10 dan ortiq davlatga bordim deganda men nima uchun bu nima qilib bir joyga borib ishlasangiz bo'lmaydimi desam, bu aytayaptiki, ishlashdan tashqari men har xil davlatlarni ko'rib tanishmoqchiman. Ya'ni turizm bilan ishlashni ikkovini bir-biriga nima qilgan ajoyib fikri bor inson ekan. Shuning uchun qiziqib qoldim. Shuning uchun Shavkatjondan iltimos qildim. Shavkatjon bir og'iz sizni suhbatingizni olib tinglovchilarimizga bering. Inson nafaqat tirikchilik bilan tirikda Shavkatjon. U inson yana dunyoni ko'rish kerak. Lekin sizga men qo'yib meni kallamga bu fikr kelmagan. Men shu yoshga kirib ham ishlab, ham men so'radim bu yoqdan, so'z nimaga kerak desam, sizni sertifikatingizni olsak, men Yevropa, Amerika 27 ta davlatni bemalol aylanishim mumkin. O'shaga borib payvandchi bo'lib ishlasam, olgan oyligim shanba, yakshanba kuni bemalol bo'laman, bola chaqam bilan aylanaman degan fikrni telefonda gaplashganimizda nima qildimda, shunda men ham yaxshi ko'rib qoldim bu insonni, ham hurmat qilib qoldim. Endi qolganlarga ham aytaman, faqat ishlash uchun emas bu sertifikat. Bu sertifikatni olsangiz, butun Yevropada 27 ta davlat bo'lsa, undan tashqari Amerika, butun umuman o'zida 214 ta davlat bo'lsa, dunyoda hammasi tan oladigan sertifikat bo'lsa, siz bemalol bu ham aylanishingiz kerak ekan. Shavkatjon, sizga rahmat. Intervyu berishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Menga yangi ideya berganingiz uchun rahmat. Nafaqat ishlash mumkin ekan, ham maza qilib ishlab, ham dunyoni ko'rish mumkin ekan. Undan qolaversa, meni qoyil qoldirgani shu shuncha 1000 kilometrdan kelib shu so'z, endi chet elda ishlagan odam biladi sertifikatni qadri nima ekanligini. Sizga omad tilayman. Sizdan iltimosim ham bor. Bizni kanaldan uzilib qolmang. Har xil joyda mana shu xalqimiz uchun, mana shu nima deydi, bizni kanalimizni mushtariylar uchun yangiliklarni bering. Iltimos qilaman. Yaponiyaga qanday qilib ishga joylashish mumkin yoki bo'lmasam boshqa davlatlarga qaytib borgan joylaringizga, endi xudo xolab biz sertifikatni olib Yevropaga borib qolsangiz, qayerda qanaqa holat aytib yursangiz, biz doim eshigimiz ochiq. Sizni intervyularingizni, roliklaringizni kutib qolamiz sizga. Rahmat sizlarga ham. Shuncha e'tibor. Ota-onangizga rahmat, sizni sog' bo'ling, charchamang. Rahmat. Haqiqatda xursand bo'ldim. Rahmat.